Sig'ish. Do'stim shoshmang. Bu suvni ichish maslahat bermayman. Nimaga? Sababi chunki bu filtrlanmagan suv, tarkibida har xil moddalar bo'lishi mumkin. Suz qo'limda chaqab ketgan. Yo'q, yuring, mazkur maxsus uskunamizni o'lchab o'zi, shu yerni o'zida operatsiya solamiz suvdan. Maxsus uskunamizni o'lchab, buni tarkibini ko'rsatib beraman sizga. Xo'p. Mana bu suvimiz, hozir olgan vodoprovod suvimiz, mana bu suv filtrlangan suvimiz. Hozir kullerdan olib, shu kamini o'lchab beramiz. Umumiy quruq qoldig'ini. Maxsus uskuna TDS orqali. Ko'rganingizdek, bu suvimiz 486 ppm chiqdi. Bu vodoprovod suvimiz. Bu suvni o'lchaymiz, bu filtrlangan suv. Hozir kullerdan olib. Ko'rib turganingizdek, ppmga do'stim ko'rib turganingizdek, bu vodoprovod suvdan olingan suvimiz 400 dan yuqori chiqdi. Sababi bu suv tarkibida har xil organik moddalar bor, tuzlar bor va xlorlar ham bor. Shu sababdan 400 dan yuqori chiqdi. Mana filtrlangan stagandagi suvimizda esa bu filtrlash jarayonlari o'tgan bo'lib, har xil organik moddalarni, tuzlarni va xlorlarni ushlab qoladi va suvni minerallar bilan boyitib bergani sababli ppm darajasi ancha past. Значит, filtrlangan suv ichish kerak. Xuddi shunday bo'ldi. Mana tushunib yetdingiz. Bu videoni hali vodoprovod suvini iste'mol qilib yurgan do'stingizga jo'natib qo'ying.